Poytaxtimizda ko'pgina katta qabrlar bor. Nomini sahifamizda aytmaslikka qaror qilganimiz ana shunday qabristonlardan birida bir necha yillardan beri ishlab kelayotgan Go'rkov akamiz ushbu voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgan inson sifatida so'zlab berar ekanlar, ko'zlari to'la yoshni ko'ramiz. Men, deydi Go'rkov, anchadan buyon shu yerda odamlarning xizmatini qilib kelyapman. Lekin hali bunaqasini ko'rmagandim. O'tgan yilning yoz kunlarida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan 40 yoshli bir yigitni ko'mish uchun olib kelishdi. Kechqurun joni uzilgan ekan, bomdodga chiqaradigan bo'lishibdi. Shu bois qabrni subh kirishi arafasida qazishimga to'g'ri keldi. Ammo nimagadir qabristonga hafsalam bo'lmay keldim. Eng qizig'i, qabristonga yetib kelganimda hech qachon qilmagan ishni qilib qo'yganimni anglab yetdim. Ketmonim uyda qolib ketgandi. Nimagadir bir kun oldin har doim qabristonda turadigan ish anjomlarimni uyga olib ketgan ekanman. Xullas, mashinada qaytib ketmonni ham olib keldim. Qulayroq joy topib, birozdan so'ng olib kelinajak mayit uchun qabr kavlashga kirishdim. Ajabo, ketmonni bir-ikki yerga urib ko'rdim, nimagadir o'tmadi. Lapatkadan ham foydalandim. Oldimda nimaiki asbobim bo'lsa, hammasini ishga solib ko'rdim. Baribir foydasiz edi. Ketmoni anjomlarini bir ko'zdan kechirib chiqqach, bu holni yerning qattiqligiga yo'ydim. Sal nariroqqa borib yerni chopa boshladim. Qiziq, ancha nam tortgan yerda ham ketmonim dasturmas.